Qassob bolalar bor endi, vegetarianlar dushmani, qonuniy brakonyar deb yapasizlar. Uydagi kaptarigacha go'sht yeb katta bo'ladi. Bozorda yomon qilishadi. Ne usiz? Uka go'shtga ekan deb yapadi. Endi, конечно, go'sht qatorda parastamol istab yuribmiz, go'shtga aka torting. Chalg'itib berdi gapni. Akam yaxshimi, akam yuribdimi deb. Hali bozorda birinchi marta yuribman akalar. Men boshqa joyli odamman, tanimaydi. Ha, aka yaxshi deb yapadi. Uka o'zimiznikisiz, mo go'shtga yaq qo'shmadim, ichi suv qo'shmayman demak, salapanchiga akulani biqinini tikib beradi, bilmay ko'tarib ketaverasiz. Qassob oshnam bor deydilar, hayvondan umuman qo'rqmaydi-da bular. O'zi g'altaydancha kattaradi matqo bo'lib. Bunday turib olib, 1 tonnalik hayvon oldi. Te jonivor. Qo'rqma. Qo'rqma, bu 1 tonna. Sen tarafga qarab turib, ma'rasa shamollab olasan og'zini. Ben qo'rqma deydi. Voy, Qur'on hayit payti bular sezoni boshlanib qoladi-yu. Oshni nech puldan so'yapsizlar? $100 dan. Voy, dinozavr so'yish kerak emas. Bitta joyda katta o'ynaymiz, mindayran narx ayta olmaymi? 100 ming so'm ataganmiz. Chukkimisan 100 ming so'mga quyon so'yapmiz biz deydi.